Assalomu alaykum, hurmatli va aziz san'at ixlosmandlari. Aynan qarangki, yana bugun sizlar bilan Intimaq o'ynayijo'xona orqali Munavvar kun dasturida ko'rish turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Haqiqatan ham bugun aynan mana shu ko'rsatuvni boshlashdan avval tabiatga e'tibor berdim. Bugungi tabiat ma'yusligi, beg'uborligi, samimiyligi qandaydir dilimga juda ham yoqdi. Taskinlik topdim, orom oldim. Ishonchim komil, mana shunday orom olish yo'llaringizda sizlar ham Intimaqda ko'rmoqdasiz. Va bugun bizning mehmonlarimiz deyarli ko'p yillar mobaynida o'z ijodiy faoliyati orqali ular tomonidan qo'shiqlari muxlislar tomonidan yaxshi qarshi olinib, shu kunga qadar o'z o'rnini, o'z joyini yo'qotmay kelayotgan va hozirda sizlar ham tanishingiz mumkin bu guruhni tomosha qilib, avvaliy guruhning vakillarini taklif qilganmiz va avvaliy guruh bilan bugun yaqindan tanishishga muvaffaq bo'lamiz. Abdumalik hamda Ilhomjon. Assalomu alaykum vakillari. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Sizlarga ham assalomu alaykum. Ochig'i xursand bo'lib o'tiribmiz. Shunday bir shinamxonada Intimaq teleradio kompaniyasida siz bilan o'tirganimizdan xursandmiz. Xalqimizga ham assalomu alaykum deb qolamiz. Hamda bizni do'stimiz Abdumalik janoblari. Albatta biz ham xursandmiz. Avvalambor taklif qilganingizga Farhodbek rahmat va shuni aytmoqchimanki, bu ko'rsatuv davomli bo'lishini xohlab qolaman, chunki ko'pdan ko'p do'stlarimiz, akalarimiz, ustozlarimizni kuzatib boryapmiz. Aynan shu ko'rsatuvga biz ham nasib qilgani uchun bugun ozgacha o'zgacharoq bo'ladi dedingiz, chunki buni biz kuzatganimizdan farqli bo'lishdan nimasi jonli ijro bo'lardi. Biz endi bunga ayrim sabablari bor, uni ko'rsatuv davomida tushuntirib o'tamiz. Efir soatlar mobaynida albatta tushuntiramiz. Aziz tomoshabin, keling hozirda aynan avvaliy guruhning ijodlariga mansub bo'lgan bir dilbar klipni tomosha qilib bahra olsak, ana undan so'ng esa bu guruhni yaqinroq sizlarga tanishtirishni boshlaymiz. Marhamat, avvaliy guruh tomonidan ijro etilgan dilbar taronani tomosha qiling, zavq oling.
Mana aziz tomoshabin, avvaliy hamda MC Sardor birgalikda duet tomonidan ijro etilgan Popuri taronasini tinglab zavq oldingiz. Haqiqatan ham mana shu taronani avvaliy guruhning vakillari Abdumalik hamda Ilhomjonlar ijro etgan. Demak, sizlarga yo'q deb umid qilaman. Keling endi aziz tomoshabin, mana shu guruhni ijodi bilan yaqindan tanishga harakat qilib ko'rsak. Aynan avvaliy guruhini barpo bo'lishi va ikki do'stning tanishishi, qolaversa ijodiy faoliyatlarini boshlaganiga qancha bo'ldi? Keling, mana shu xallar haqida ma'lumot berib o'tsanglar. Biz bir-birimizni tanishimiz o'zi biz maktabdan bitta sinfda o'qiganmiz. O'sha maktab paytlarida qiziqib yurardik, har xil tadbirlarda chiqib, fonogramma qilib, endi o'xshatib o'sha paytlarda. Keyin bora-bora katta bo'lgan sari qiziqish kuchayib bordi. Biz aynan o'sha Ravshan Nomozov o'zbekistonlik san'atkor o'shada san'atga qiziqib yurardik va o'sha odamning shogirdi Abdurahmon aka Dadajonov Andi taxallusini ijod qiladi. O'sha odam yoniga bordik va bizga qo'ldan kelgancha har bir nimalarni o'rgatdi. Shunaqa bo'lib, o'sha paytga ham hozirda hisoblab qarasak 10 yil, 15 yildan ko'pda ancha ijodiy faoliyatlarni boshlaganiga. Aynan maktab chog'larimizdan taklif etyapsiz. Hozir Ilhomjon birga chiqib fonogrammalar kuylardek. Aynan shu maktab chog'ida qaysi bir guruhga taqlid qilardinglar sizlar? Aynan qaysi bir guruhning qo'shiqlarini ijro qilardinglar? Endi haligi yoshlar yoshlar ko'proq hali rep yo'nalishi blotnovoy deb qo'yadi ruschasiga. Ko'proq DJ Pilgrim bo'lib chiqardik. Shu asosiy DJ Pilgrim bo'lib chiqib maktablarda shunaqa bo'lib tanilganmiz. Qolaversa, Abdumalik, aynan siz ham suhbatimizga kirishingizni men kutyapman, juda ham to'g'risini aytsam. Abdumalik, aynan avvaliy guruhi nomi, g'oya kimdan chiqqan aynan mana shu avvaliy guruhini qo'yish? Aynan shu do'stimiz aytib ketdi, yana bir biz havas qilgan inson bor. Tojik estradasi bu katta ustoz san'atkor Dalir Nazarov. Biz ustozimiz, shaxsan men Dalir Nazarovni ko'proq shu Andi yoniga borganda taniganman. Oldin eshitib yurgan ekanman, lekin unchalik tanimasdim ekan. Shu odamlarga havas qilardi ekan. Ustozimiz ko'pincha muloqotda ham bo'lgan ular bilan. Tojikchadan, eski forsiydan olingan bo'lib, ustozimizning katta nimasi bunda qo'li bor, chunki o'zlari qo'ygan. Avvaliy deb nom qo'ygan, shunday bir ramziy ma'no bo'lsin biz qilayotgan ishimizda degan. Ya'ni o'zini shu aranjirovka boshlagan, bastakorlikni boshlagan paytlar edi. Meni hali bizni ham xursand qilgan, chunki shogirdim deb tan olgan, bizni olib, senlar shu meni yo'nalish beraman, shuni yo'nalishda ketishasan deb avvaliy, ya'ni birinchi degan nomni bergan bizga. Biz albatta xursand bo'lib buni qabul qilganmiz. Oriental studiyasining birinchi qaldirg'ochlari degan ma'noda avvaliy, birinchi degan ma'noda forschadan. Va ishonchim komil, hozirda sizlarning guruhingizga o'xshaydigan guruh yo'q, boshqa guruhlarga nisbatan sizlar ajralib turasizlar. Sizlarning o'z kuylash uslubingiz mavjud, ijro qilish yo'nalishingiz mavjud. Eng asosiysi sizlarning avvaliy guruhini bir surati bor. Inson taniy oladigan, ya'ni muxlislar taniy oladigan va boshqa guruhlardan ajrata oladigan. Bu esa sizlarning yutuqlar desam mubolag'a bo'lmaydi. Qolaversa, yana bir savol beraman shu o'rinda. Aynan bir qo'shiq yaratishda mana ikkita do'stlar maktab chog'idan bir-birimiz bilan yaqinmiz deb ta'kidlab o'tdingiz. Bir qo'shiq yaralayotganda ikkovinglar orangizda fikr va mulohazalar va bahslar ham bo'lib turadimi shu o'rinda? Albatta bo'ladi. Ko'proq kim bahslashadi? Ko'proq endi to'g'risini aytish kerak, yoshlikdan ko'p do'stimiz masalan boyagi gapiga qaytmoqchiman, Pilgrim bo'lib chiqar, chunki buni to'g'risini aytganda qizlar yoqtirardi. Pilgrim juda mashhur bo'lgan mahsul edi. Kopiya bo'lardi. Men bir marta o'zim aytganman, do'stim sen kopiyasan, shunga kel shunaqa qilardi. Men reper bo'lib chiqardim ko'proq, endi u mahalda Alvakil bo'lardi. Keyin hali nomi chiqmagan reperlar bor. Biz odamlar ko'proq shunda ham o'sha mahalda ham odamlarga ommaga singmagan qo'shiqlarini tanlab, Pilgrimda boshqa reperlarni shu sinfdoshlarimizga, maktabdagilarga ko'rsatardik. Keyin ko'proq Yevropa san'atini eshitib katta bo'lganim uchun men ko'proq endi do'stim so'zlariga, qo'shiqlarning so'zlariga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ko'proq maslahat do'stimdan yonadi. Agar bir narsa desa, mana bu so'zni oshna ishlatamiz do'stim, shuni desa, men ko'proq rozi bo'laman, chunki o'zbekcha nimada katta bo'lgan deb bemalol ayta olaman. O'zbek san'atini ko'p
shu kungacha ham men nima qilaman, men eshitmagan san'atkorlarni ko'proq eshitgan, ustoz san'atkorlarni. Menimcha o'zi aytib bersa yaxshiroq bo'ladi. Demak, asosan sizni san'atga bo'lgan ixlosingizga turtki bo'lgan inson bu Ilhomjon. Albatta ustozimiz yoniga yetalab borgan odam ham shu Ilhomjon. do'stim bo'ladi. Va yana savolga to'xtalamiz, men yaqqol javob ola olmadim. Ko'proq kim bahslashadi? Aynan bir qo'shiqni yaratayotganda. Ochig'i bahs deganda haligi tortishib qoladi, menga yoqmadi. Yo'q, ijodiy bahs bu boshqa yo'nalishda. Ijodiy bahs. Ijodiy bahsda o'sha bir qo'shiq yaralsa, mayli yoqmay qoldi menga shaxsan deb unaqa joylari bo'ladi, lekin yoqmay. Misol uchun biz yoshlikdan shunaqa o'rganganmiz endi. Biz ikkovimiz tortishib boramiz, baribir ustozimizga aytamiz, "Manaqa bo'lyapti" desa, yo buni fikri to'g'ri bo'lsa, bunikini bu to'g'ri aytayapti, yo meni fikrim bo'lsa, bu to'g'ri aytayapti deb turib, o'rtada haligi yechib beradi. Demak, qolaversa hozir men juda ham bir balkim o'zi bilgan holda bu savolga javob berish jarayonida aytib o'tdi, balkim esa yo'q. Ko'proq qizlar Ilhomjonni yaxshi ko'rardi deb ta'kidlab o'tdingiz, to'g'rimi? Shu paytda sizga alam qilar ekan. Endi bilmadim. Nima uchun Ilhomjonni yaxshi ko'radi, meni yaxshi ko'rmaydi degan savol qiynamaganmi? Unaqasi qiynamagan-ku, lekin qizlar buni yaxshi ko'rgani uchun men foydalanardim. Men nimasi bo'lsa ham, men bugun rost gapirish bo'lib qoldi, aytib qo'yay. Ko'p narsada yutib chiqqanmiz, masalan, konkurslarda. To'g'risi men bundan do'stim shu qo'shiqni qilamiz, sen bunaqa kiyimda chiqasan deb buni majbur qilardim, yangi narsalar kiyib chiqishga, ish qilib shunaqa ularda buni yaxshi ko'rgandan men foydalanardim. Какой-то bir lekin yirtiq liboslarni biznesga kirgizib yuborgan. Aynan yirtiq liboslarni Ilhomjon kiyardi, butun liboslarni kunlarda men chapkalar kiyib chiqardim. Bu ham qarangki, bu ham qizlar buni yaxshi ko'rmasin, bu libosiga qaramasligim mumkin, men libosiga qarashim mumkin. Bilib qolyapsiz. Shunday fikrda emasmidi? Endi haligi katta bo'lib yaqinda bildik, haligi prodyuserimizga sentribda shunaqa yaxshi narsasi bor. Nimasidandir foydalanish kerak degan narsaga bundan foydalanib qo'yardik. Demak, men tushundim. Aziz tomoshabin, hozir yana bir musiqali tanaffus e'lon qilamiz. Avvalgi guruh tomonidan ijro etilgan Dilbar taronani ko'rib, tomosha qilib zavq olamiz. Ana undan so'ng esa mana shunday bugungi qizg'in suhbatimizni davom ettiramiz. Bizdan yiroqlashmang. Avvalgi guruhi Dam. Marhamat. Dam bosib, tam bosib kelyapti bir qiz, yuragi jiz. Boz qilib, noz qilib, ko'z qirin soldi, oromim oldi. Xor bo'lib, zor bo'lib, unga ergashdim, daryodek toshdim. Bor oddiya, chimirdi qoshim.
Aziz tomoshabin, mana yana biroz musiqiy tanaffusdan so'ng sizlarning e'tiboringiz markazida namoyon bo'ldik. Eslatib bo'lsam, bugun bizning mehmonimiz avariya guruhining vakillari, har bir qo'shiqlari xalqimiz tomonidan yaxshi qarshi olinayotgan guruh, mehnatsevar, ijodiy mehnatsevar guruhlardan birlari Avvali va ularning vakili Abdumalik Ilhomjon. Yana bir karra xush kelibsizlar. Kelinglar, endi bir ajoyib bir savol bersam, ayni paytda Avvali guruhi nimalar bilan band? Mana endi asosiy savollarga to'xtalamiz. Avvali ayni paytda nimalar bilan band? Hozirda o'zingizga ma'lum, ya'ni sezon deb qo'yiladi. To'y mavsumlaridan keyin biz albatta bizda aytib o'tish kerak, shu o'rinda Shavkat Bey degan shu ukamiz bor, bizga moliyaviy tomondan yordam berib turadigan ukamiz. Shu ukamiz maslahatlashib Oriental studiyasida bu yilgi yangi albom bilan olib hozirda. Shulardan premyeralari Intimak radiosida qo'yilyapti. Yana bir adashmasam aniqi bir 5 ta ashulamiz bor. Hali premyera bo'lmagan, tayyor holda. Bu yil xudo xolasa shu yangi albom ustida ijodiy nimani olib boryapmiz, faoliyatimiz. Aynan demak 2016-yil albom taqdimoti bo'ladi sizlarda. Shunga harakat qilyapmiz. Omad tilaymiz. Qolaversa haqiqatan ham ish bor joyda kamchilik bo'ladi, shu o'rinda yutuq bo'ladi. Qiyinchilik kunlar bo'ladi, siqilishlar bo'ladi. Bu qo'shiq muxlisga yoqadimi yo yoqmaydimi degan savollarga aynan san'atkor va bastakor javob izlaydi. Shu o'rinda keling endi 2015-yilni sarhisobi haqida bir ozgina ma'lumot bersanglar. Aynan Avvali guruhiga 2015-yil qanday yil bo'ldi ijodiy? Ijodiy katta yutuqlardan biri. Konsert berdik. Yil boshida yaxshi niyatlar bilan chiqqandik, xalqqa taqdim qildik. Endi yaxshi so'zlar eshitdik, kamchiliklarimizni aytganlar ham bo'ldi, Xudoga shukr. Chunki e'tiborsiz qoldirishmabdi. Konsert qildik. Endi rasmiy narsalarni aytib o'tadigan bo'lsak, 2015-yilda kutgan narsamiz o'sha 15-yil konsertimizni o'tkazdik. Undan keyin yana yangi qo'shiqlar unchalik qilolmasak, to'y mavsumiga ko'proq borib qolganimiz uchun niyatlarni qoldirib turdik, yangi qo'shiqlar qilamiz deb. Abdumalik, aynan 2015-yil sizlar uchun qanday yillar bo'ldi? Yutuq va kamchiliklar haqida sizlarga ma'lumot berayotgan edi. Demak, mana shu savolimizni davom ettiramiz. Bexabar qo'shig'imizni iloji boricha 2015-yilda bitkazishga harakat qilib bitkazdik, aylantirdik. Rahmat muxlislarimizga shu To'pnavo dasturida o'ziga yarasha bir baholanib, ya'ni 2015 To'pnavo taqdimotida yaxshi qo'shiqlar qatorida biz ham taqdirlandik. Buni albatta muxlislarimizga rahmat. Yana nima desak bo'ladi? Aytib turmasa, albatta biz juda xursand bo'ldik bu mukofotni olganimizdan. Sababiki har yil haligi olib kelib baribir hayajoni bo'lar ekan. To'pnavo dasturida o'sha muxlislar, ustoz san'atkorlar shular qatoriga qo'shilib qolamizmikin degan bir xayolda, hayajonda o'tirdik. Albatta Intimak kanaliga, radio kanaliga katta minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversin muxlislarimiz inobatga olib, haligi SMS orqali, radio orqali muxlislarga katta minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversa bu qo'shiqda o'zi nima deydi, san'atkorni bitta qo'shiq yaralishi jarayonida ko'p odamning mehnati sinadi. Haligi kamera ortidagilar deb qo'yadi-yu. O'sha odamlarga hammasiga katta rahmat. Yutuqlarimiz shunaqa bo'ldi, lekin ochig'ini tan olish kerak, kamchiliklarimiz ham yo'q bo'lmadi. Do'stim aytib o'tib ketdi, konsert berdik dedi. Iloji boricha jonli konsert qilishga harakat qildik, jaz rock yo'nalishida. Biroz kamchiliklarimiz bo'ldi, albatta o'zimiz ham bilamiz. Ustozlar aytgan nimalar bo'ldi, lekin o'sha jaz rock yo'nalishida yana bir kattaroq konsert qilish niyatimiz bor. Shu nimada o'sha bizda san'atkorlar sostav deb qo'yadi, sostav guruh a'zolaridan iborat bo'lgan nimani hozir to'plash jarayonidamiz. Yana bu yilgi rejalarimiz xudo xolasa Oriental studiyasini 10 yilligini nishonlash niyatimiz ham yo'q emas bor. Demak, albatta barcha oldinga qo'ygan ezgu
ishlaringizda omad tilaymiz. Va aziz tomoshabin, bugungi bizning mehmonlarimiz quruq kelishmagan. Bilamizki, san'atkor ijodiy bir yangiligini tuhfa qiladi, sovg'asini tuhfa qiladi. Demak, hozirda avvalgi guruh tomonidan ijro etilgan bugun ilk bor muxlislar e'tiboriga havola qilishga tayyorgarlik ko'rayotgan premyera qo'shiq ham bor. Kelinglar aziz hurmatli mehmonlarimiz, mana shu premyera tarorani bugun ilk bor muxlislarimiz e'tiboriga havola qilsak. Yaxshi bo'ladi. Avvalgi guruh tomonidan ijro etilgan Bexabar ashulasi, qo'shig'i, taronasi premyera bugun ilk bor Munavvar kun intamoqda. Tomosha qiling. Bilmaysan holim, ibi xabar, ibi xabar. Dil dengiz dadar, dil saroy bebaxt, dil singan daraxt, ibi xabar, ibi xabar. Bahor yo'l kunlar, ozor yo'l tunlar, bag'rimni xumlar, ey bexabar, ey bexabar. Men tilba oshiq, har oxim qo'shiq, aytmadim jo'shib, ey bexabar, ey bexabar. Uzat qo'l, yashnasin ko'ngil, ey bexabar, ey bexabar. Har yo'lim xatar, hayotim zahar, mazlum holim ko'r, telbadan battar, ey bexabar. Bahor yo'l kunlar, ozor yo'l tunlar, bag'rimni xumlar, ey bexabar, ey bexabar. Men telba oshiq, har oqim qo'shiq, aytmadim jo'shib, ey bexabar, ey bexabar. Mana aziz tomoshabin, aynan qarangki, avvalgi guruh tomonidan bugun ilk bor sizlarning e'tiboringizga havola qilingan Bexabar klipini birinchilardan bo'lib sizlar ko'rdingiz, tomosha qildingiz va oliy hakam esa sizlarsizlar. Bemalol fikr va mulohazalarni bildirsanglar bo'ladi. Faqatgina hozir biz tinglamaymiz, lekin bizning manzilimiz bor. Munavvar kun kuchukcha.ru agentlariga yozib yuborsangiz bo'ladi va aynan sizlarning fikr va mulohazangizni biz avvalgi guruhning vakillariga bekam ko'z yetkazib qo'yamiz. Va keling, aynan Bexabar qo'shig'ini yaralishi haqida to'xtalamiz. Keyin ijodiy hamkorlar, bastakorlar, shoirlar haqida ham ma'lumot bersanglar bo'ladi. Aynan birinchilardan bo'lib premyera qo'shiqqa to'xtalamiz. Bexabar. Nima uchun Bexabar? Atalishi ham ajoyib, Bexabar. Bexabar qo'shig'i shunday bo'ldiki,
Burkan Abdurahim aka o'sha anilab. Nimada WhatsAppda gruppalar bo'ladi. O'sha gruppada 3-4 tamiz bor edik. San'atkor do'stlar. Shunaqa bir qo'shiq shunaqa bir nima kelib qoldi menga, yo'l kelib qoldi. Kim aytadi deb, anaqa eshitib ko'ringlar dedim. Ochiq juda yoqdi menga. Keyin bunga aytdim, do'stimga aytdim, "Qarang, shunaqa nima bor ekan" dedim. Qo'shiq chiqib qoldi dedim. Bordik, borgandan keyin so'zi Ahad Qayumniki ekan. O'sha O'zbekistonlik mashhur shoir hozirda Ahad Qayumning so'zi. Shu qo'shiqni ijro yo'llarini qildi. Juda yoqdi. Bu qo'shiqdan tashqari boshqa shoir akalarimiz bor. Ko'proq biz foydalanamiz. Davron aka xotin o'zimiz akamiz. Keyin Andi o'zi ko'proq so'z yozib beradi bizga. Qolaversa Baxtiyor O'ktam degan ustoz san'atkor ustozimiz, shu odamning so'zlaridan ko'proq foydalanamiz. Shular ijodiy hamkorlarimiz so'zlarda, shoirlar. Hozirgi qilingan qo'shiqlar, ya'ni ustozlarimiz kuylab o'tgan qo'shiqni iltimos qilgani oldik biz. Marhum barchamiz ustozimiz Mug'anniy so'zlaridan foydalanganmiz. Ijodimiz davomida adashmasam 2 marta, 3 marta foydalanganmiz. Chunki u inson o'ziga yarasha so'zlari og'ir tomonlari bor, nimaga tushishi bor. Qo'ldan kelgancha harakat qilganmiz kuylashga. Shuni qo'shmoqchi edim. Mug'anniydan foydalanganmiz. Hali ko'pchilik katta biz eshitib katta bo'lgan san'atkor, ustoz san'atkorlar shu shoirning so'zlaridan foydalanishga bizga ham nasib qildi. Yana shu kun hozir aytib o'tmoqchiman, Baxtiyor O'ktamga ko'proq minnatdorchilik bildiraman. Chunki yana san'atkorlar shunday narsa borki, biz to'g'ridan-to'g'ri ustozimiz Andi bo'lsa, yana bir bizga ko'p xizmat qilgan Baxtiyor O'ktam akamiz, ustozimiz xalq yoniga chiqib, bir to'ylarga chiqishga katta yordam bergan bizga. Shuni orqasidan mana endi baribir shu mentalitetda tug'ilganmiz, mentalitetimiz shunaqaki, to'yga chiqmasak baribir san'atkor qandaydir foiz deydi, san'atkor hisoblashmaydi. Qo'ldan kelgancha elda xizmatida yuribmiz. Bundan keyin ham niyatlarimiz ko'p, Xudo xolasa. Mug'anniy so'ziga keladigan bo'lsak, yana bir bor aytmoqchiman. 2016-yilda o'zimiz yaxshi ko'rgan qo'shig'imiz bor do'stimiz bilan, shuni taqdim etamiz, Xudo xolasa. Katta yangilik bo'ladi degan umidda bor. Va yana bir savol beraman. Aynan bu savolni men birinchi berishim kerak edi, avval birinchi savollarda. Lekin men harakat qildim sizlardan ozgina tomoshabinlarga sizlar haqingizda ma'lumot berganim. Aynan endi mana juda ham taniqlisizlar, barcha deyarli sizlardan taniydi, qo'shiqlardan bahra oladi. Ba'zida dardlashadi, ba'zida kulishadi, ba'zida esa yig'lashadi, ba'zida esa butun dunyo tashvishini unutadi. Aynan sizlarning qo'shig'ingizni tinglash jarayonida. Shu o'rinda savol shundan iborat. Avvaliga guruhning nomi taniqli bo'lishini yutug'i nimada? Ko'p nimasi bu savol ko'p bo'ladi. Aynan kutilgan savol bo'ldi, rahmat savol uchun. Yutug'imiz nimada desa, nima uchun ko'p nima bo'ldi desa, avvaliga guruhning birinchi yutug'imiz bu yutuqqa erishishimizning nimasi mehnatda deb bilaman. Albatta. Haligi ustozimiz bir gapi bor, igna bilan quduq qadigan. Shunday bo'lgan. Yana bir nimasi bor. Inson deydi, bir uzoq manzilga yetmoqchi bo'lsa, tez yugurish kerak emas. Bir xilda sokin bir xil tempda deydi, haligi o'zbekchasiga tempda yugurish kerak. Shunda uzoqroqqa yetadi. Hali boshida tez yugurib yorgan, o'rtada charchab qolishi mumkin. Shuni hisobga olib biz shu kungacha Xudoga shukr asta-sekinlik bilan yilga ijod qilib kelyapmiz. Yutug'imiz ko'pchilik aytgandi, bizni ikkitalar bekor bo'libsizlar, guruhlar. Ayrilib ketasizlar. Keyin o'zinglar, ya'ni Allohga shukr hali bir ayrilganimiz yo'q. Ko'p hali maqsadlarimiz ayrilmaymiz degan umiddaman. Demak, asosan hozirda aynan avvalgi guruhning asosiy yutug'i o'z mehnatlarida. Albatta, mehnatimiz va do'stligini samarasi. Do'stlikni, hamjihatlikni va ko'proq biz o'zimiz hali maqtashmiz, ochiqni aytaman, maslahatni ko'p olamiz.
o'zimizdan 1 yosh kattami, bizdan 1 yil oldin ijod qilgan san'atkorni kim bo'lsa ham so'zini olishga harakat qilamiz. Sababiki bizdan yosh kichkina bo'lsa ham, bizdan tajribasi kuchliroq bo'lsa, tan olib turib, shu odamni maslahati, ko'proq maslahatga quloq solgan. Qolaversa, aynan avvalgi guruhning vakillari Abdumalik Ilhomchidan bir savol beraman. Hozirda bizning yosh show biznes vakillari o'zlarini tanitish uchun bizda reklamalar juda ham turlari ko'payib ketdi. Qora reklama, oq reklama, ko'k reklama, xullas, mana shunday reklamalar turi bor. Aynan qora reklamaga va oq reklamaga avvalgi guruhning ta'rifi. Endi vaqt keladi, men tushunishim bo'yicha o'zim aytib o'tdim, Chorniy PRga qandaydir vaqtlar kelib qoladi, shunga majbur bo'lib qolasiz. Lekin iloji boricha meni fikrim bu, agar rosa kamdan mehnat qilayotgan odam Chorniy PRga unchalik tashlamasdan bormi? Bor. Nimanidir bera olaysanmi? Qo'lingdan kelganini beramiz. Chunki bu ustozlarimiz so'zlari qo'ldan kelganicha reklama men tushunishim bo'yicha bu zamon talabi bo'ladi. Qo'ldan kelgancha shu to'g'ridan to'g'ri siz aytganingizdek oq reklamadan foydalanish kerak. Chunki qora nomi baribir qorada. Lekin hozirda qo'shni respublikalarimizda show biznes vakillarini inobatga oladigan bo'lsak, deyarli barchasi qora reklamadan foydalangan. Deyarli barchalari. Albatta bu show biznes nimasida o'zingizlarga bizda unchalik hali bir nima natijaga bizda haligi nima deydi? Gap so'zdan haligi qo'qish bor. Shuni inobatga oling, lekin Chorniy PRda ham me'yor, hamma yoqda me'yor bo'lgan yaxshi. Me'yor bilan bo'lsa, albatta haligi biz katta san'atkorlarda o'sha Yevropa yoki boshqa yerlarda taniganlarimiz narkoman bo'lib ketibdi, yo shunaqa, lekin vafot etibdi. Shunaqa nimalarga qarshimanki, hamma yoqda me'yor bilan bo'lsa, men qarshi emasman shaxsan. Men misol uchun reklama san'atkorga kerak, baribir tan olamiz. Shu narsaga. Endi hozirgi yosh kelib, siz boya boshda aytib o'tdingiz, yosh show biznesda ijod qilayotgan san'atkorlar. Ularga fikrim, maslahatim. Albatta aytaman, maslahatim. Biz ham ko'p ustozlardan maslahat olganmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham mehnat qilsin. Mehnatdagi rohat bo'ladi, mehnatni ham behudaga sarflamasin, to'g'ri yo'l bilan mehnat qilsin deb qolaman. Lekin qarayki, haqiqatda siz aytdingiz, to'g'ri yo'l bilan mehnat qilsa, lekin mana shu ba'zi bir san'atkorlar bor, bu deyarli barchalarga ham taalluqli emas. Mehnat qilishadi. Kompyuter hozirda juda ham ko'p narsaga, texnologiya emas, juda ham ko'p narsaga qodir bo'lib ketdi. Harflarni aytib qo'ysa, bitta qo'shiq yaratib qo'yapti. Aynan mana shunday san'atkorlar deyarli nazarimda yosh bizni tinglovchilarimiz tomonidan mana shunday san'atkorlarning qo'shiqlari juda ham taniqli bo'lib ketyapti. Lekin bu yerda yillar mobaynida ijod qilgan san'atkorlarimizni mehnati xuddi ko'rpaga o'ralib uxlayotgandek nazarimda. Shunga sizlarning fikringiz? Men o'zim shaxsiy fikrimni aytib o'tib ketay. Shunday qo'shiqlar borki, quloqqa yaqin qo'shiqlar. Tez singadi va ular unutilib ketadi. Va boqiy qo'shiqlar bor. Uzoq umr ko'radigan, misol uchun ko'p o'shlik san'atkorlarimiz qo'shiqlari bor. O'zingizga ma'lum, misol uchun Bahrom Azimov, o'sha bizning ustozimiz Amdi Abdurahim Dadajonov, qolaversa katta san'at, misol uchun Rustam Husaynov degan san'atkor bo'lardi. O'sha odamning qo'shiqlari haligacha to'ylarda ijro etilib ketadi. Bu o'lmas qo'shiqlar deb bilaman-da. Hozirgi misol uchun aytib kelayotgan bir haftalik qo'shiqlar ochig'i bir hafta davomida juda ko'pga chiqadi, hamma eshitadi, lekin bir haftadan keyin men bu qo'shiqda hali topolmay qolaman. Va yana bir rahmat minnatdorimiz bu savolga javobdan ham qarshi oldik. Aynan avvalgi guruhga jonli ijro ixlosmanda. Albatta. Demak, ixlosmand. Demak, aziz tomoshabin, bizdan yiroqlashmang. Bugungi efir soatlarimiz bo'lmaydi. Avvalgi guruhga jonli ijroda bir dilbar qo'shiqlar sizlardan xushnud qiladi. Ayni pallada esa yana avvalgi guruhdan ijodlarga mansub bo'lgan bir go'zal dagiyoqar ona taronasini klipini ko'rib tomosha qiling.
Yillar yilga bezakmidir, mehnat jonga o'zakmidir, onamga shu kerakmidir, qora sochi endoqda, nahot onam qarimoqda. Yaratganga mushtoq ko'ngil, duolarga yumshoq ko'ngil, nabiraga quchoq ko'ngil, armonlarin yashirmoqda, nahot onam qaramoqda. Tilagim shu qodir Xudo, iymonga ko'p qilgin ravo, onamga shu jonim fido, avaylasam koyimoqda, nahot onam qaramoqda. Chakkasiga rayhon taqib, umri daryo kabi oqib, yoshliklari undan qochib, bahor kuzga yetmoqda, nahot onam qarimoqda. Yillar yilga bezakmidir, mehnat jonga o'zakmidir, onamga shu kerakmidir, qora sochi endoqda, nahot onam qarimoqda. Aziz tomoshabin, haqiqatan avvaliga guruh tomonidan juda ham go'zal taronani tinglab tomosha qildik. Ilohim bizning baxtimizga onajonlarimiz. Ular hech qachon qarimasin. Qarisa ham biz farzandlarini ko'z oldida juda ham yosh ko'rinadi. Boringlarga shukr, boringlar, umidlari uzoq bo'lsin. Avvaliy guruhi qarayki vaqt olib hakam xuddi misli Oqar daryo kabi o'tmoqda. Endi mana shu 2016-yil ijodiy yangiliklari, rejalar haqida ozgina ma'lumot, undan so'ng esa tilaklar, istaklar va muxlislarimiz bilan ham xayrlashishga osona qolmoqda. Xudo xohlasa bil harakatdamiz. Albatta biz muxlislarga so'z va'da beramiz. Tani jonimiz sog' bo'lib tursanglar, ijodda davom etamiz. Xudo xohlasa bil jonli ijro, o'sha boya aytib o'tdi, o'zimiz yo'nalishimizda, biz yo'nalishimiz milliy estrada, o'sha folklor yo'lida estradni yo'lga solib, jaz rock yo'nalishida ijod qilamiz. Shu yo'nalishda o'shga ham bir muxlislarga taqdim etmoqchimiz, jonli ijro, konsert. Qolaversa, rejalarimiz shulardan iborat. Qolaversa men yodimdan ko'tarilay debdi. Aziz tomoshabin, va'daga muvofiq keling, avvaliy guruh tomonidan bir jonli tarzda bir qo'shiq tinglaymiz. To'g'risini aytsam, mening yodimdan ko'tarilay debdi shu narsa. Undan so'ng esa albatta tabriklarga to'xtalamiz. Kelinglar, jonli ijroda qaysi bir qo'shiqni ijro qilib berasizlar? Qo'shiqlarimizdan Sokinroq salim, g'arib Majnuntol. Marhamat. Ozgina. Bashkagina. Asalda o'zi oshirinku. To'g'ri. Ketdik. Bugun xotiramga
keldi so'zlaring, o'riklar gullari misli qor bo'lib, boshimiz uzra sen sochganda deding, armondan so'zlamas tillarim mening, hijron begonadir bizlarga derding. Albatta buni qolganini Xudo xolasa Albatta. qo'ldan kelgancha. Aziz tomoshabin, aynan avval guruhi klip ketishi jarayonida va'da berdi. Tez kunlarda Munavvar kun jonli ijro dasturida o'z sodiq muxlislarini jonli ijrolari ila qalblarini xushnud aylaydilar. Kutib qolamiz tez kunlarda. Hozirda esa tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda. Haqiqatan mardlar maydoniga ham shunchalik qarab qo'yish kerak emas, javobgarlikni his qilgan holda yaxshi tayyorgarlik bilan chiqish kerak deb o'ylayman. Do'stlarim, bugungi efir soatlariga kelib, o'zlari aynan avvalgi guruhning tarixi va o'zligi haqida ma'lumot berganlar uchun minnatdorchilik izhor qilamiz. Sizlarga ijodiy barkamollik tilaymiz. Yangi qo'shiqlardan muxlislarni bahramand qilishdan hech qachon charchamanglar, yaratishdan ham charchamanglar, ko'z tegmasin, og'rimanglar. Eng asosiysi shunga amin bo'ldimki, san'atkorda sog'lik, salomatlik, tinchlik bo'lsa, ijod qilishdan to'xtamas ekan. Tinchlik bu xotirjamlik ramzi. Demak, so'nggi so'z o'rnida marhamat. O'zingiz aytib o'tdingiz, san'atkorning tilagi bitta, faqat tinchlik bo'lsin deymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sababiki tinchlik bor yurtda to'ylar bo'ladi, san'atkorga ish topiladi. Ilohim har doim ish topilsin. Sizga ham rahmat, shunchalik san'atkorlarda aq chiqib, xalqimizga ko'rsatib, tanitayotganingizga katta rahmat. Xalqimizga tinchlik, salomatlik, sog'lik tilab qolamiz. Musiqa hamisha hamrohinglar bo'lsin. Rahmat. Abdumalik janoblari. Do'stimizni gapiga qo'shilgan holda o'zi aytgandek sog'lik, salomatlik bo'lib tursa, yana hamjihatlikda ko'p hali niyatlarimiz bor. Va aytib o'tgandek 2016-yilda aytgandan ko'ra ko'rsatib nima qilgan yaxshiroq. Xalqimizga ham tinchlik tilab qolaman. Nima kasb bo'lishidan qat'iy nazar sog'lik, salomatlik bo'lsa, tinchlik bo'lsa, barchamizning ko'nglimizga yaxshi kuy, qo'shiq, har narsa sig'adi. Salomat bo'lib qolinglar va ko'rishguncha deb qolamiz, xayrlashmaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Aziz tomoshabin, aynan avvalgi guruhini qo'shiqlardan yanada yaqinroq bahramand bo'lishni xohlasangiz, bu muammo emas. Deyarli hozir 21-asr texnologiya rivojlangan payt, aynan uyingizda internet bor. Demak, internet, YouTube, ijtimoiy tarmoqqa kirib avvalgi guruhi deb yozsangiz, barcha qo'shiqlar ro'yxati e'tiboringiz markazida namoyon bo'ladi va qo'shiqlardan bemalol kunda bahramand bo'lsangiz bo'ladi. Qo'shiq kuy insoniy kayfiyatni ko'taradi. Agar tushkunlikda bo'lsangiz, o'zingiz yaxshi ko'rgan taronani va ashulani tinglasangiz, kayfiyatingiz 100% ga ko'tarilishi mumkin. Demak, azizlar, el yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Keyingi Intamaq Munavvar kun dasturida ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.